uyimizni ustunlik taraflari eng birinchisi ikkilamchi kreditiga to'g'ri keladi. 100 kvadrat 3 xonalik 2 tomonlama proyektiga ega. E'tibor bersangiz, uyimizda bironta даже melichni mayda balka tushmagan. Даже devorlarning tagida ham balkasi yo'q. Bitta e'tibor berasizlar. Bizlarni 4-xona sifatida mana bunaqa hol kutib oladi. Razdelni bo'lgan sanuzellarimiz ham videoda kadrga qo'shib boramiz. Juda katta qilingan. Undan keyin mana bu yoqda zal xonamiz. Zalimizga e'tibor bering, mazaligiga. O'zi proyekti bo'yicha 3 xonalik uy, hujjatida ham 3 xonalik 100 kvadratni o'zining ichiga oladi. Mana bu yoqda o'rtadan bitta devor tortilishi kerak edi va ikkita alohida xona bo'lishi kerak edi. Mana bu yoqdan bitta eshik ochiladi-yu, bu yoq spalniy, bu yoq zal, yana o'zingizni proyektingizga qarab bemalol qilib olsangiz bo'ladi. Ili xohlasangiz prosta shu turishiga qoldiring, pergorodka olmasdan kattagina zalda yashang aka. Shpaklovkalar qilib qo'yilgan. Mana bu yo'g'ini o'zini ham bitta mягкий zona qilib, sidachi zona qilsa bo'ladi. Razelni sanuzel, uchochiklari, gazlari umuman momosi yo'q. 3-etajda, bu yoqda esa bizning oshxonamiz, bu yoqda ham xuddi shunaqa bitta eshik ochib, mana bunaqasiga pergorodka olinadi. Bitta детский spalniy xonamiz va spalniy xonamiz. E'tibor berasiz, romlari termo, shumoizolyatsionni и quyosh o'tmaydi degan. Mana bularga e'tibor bering, ruchkalari ham o'zgacha. Lokatsiyamiz bo'ladi Sharq bozorchada 5 etajlik Novostroyka domimizning 3-etajida. Uyimiz juda shinam keng, narxi esa 49500 AQSh dollariga baholadi. Yana kelib bemalol egasi bilan savdo qilish imkoniyatiga egasiz. Narxi ham juda hamyonbop. 20-25 ming plyus bo'lsa, ikkilamchi kredit degan sotib olsangiz bo'ladi. Shu uyimiz sizga qiziqmi? Pastdagi nomerga tez aloqaga chiqing.